Assalomu alaykum. Chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston mol qo'y bozoridan ona bola bo'g'oz sigirlar narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Hafta kuniga payshanba 2026-yil 20-avgust. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Sizlar uchun bugun faqat puli yengillardan bo'ladi. O'tgan safar Baliqchi bozorida olsak, hali jigarlarimiz Seshan bozorda ekan. Puli yengilroqdan ko'rsating, puli qimmatiga o'tib ketmayin degan jigarimiz uchun bitta like gumbillatib qo'yasizlar. Boshlandi puli yengilroq variantlardan nisbatan yengilroq. Bolasi Novvos. Nechinchi bolasi bu? Novvos, ha? Novvos. Sutchi. 10 suti va 8 litrga sinashib beradi. Pulini necha pul aytyapsiz? 38 kam bor deyapti. 38 million kam bor. 10 litr suti bor, 8 litrga sinashga berilaveradi ekan. Molimiz yelin holati yaxshi. Bolasi Shvetidan so'raganlari uchun bolani rosa sutga to'ydiradigan. 38 kam bor, 8 litr sutga. Savdo qilishdimi? Necha pul? 32 million deyapti. Bermadingiz. Bolasi 14 million deyapti. Bolani o'zini 14 million so'rashyapti. Ona bola 32 millionga bermayapsiz. Qo'shganga berib yuborasiz. Telefon nomeringizni ayting. 99 524 57 68 Andijonning moli. Aloqaga chiqaverasizlar, bolasi Novvosdan. Bu Ola Parudaga necha pul aytyapsiz aka? Bormi? 40 kam bor deyapti. Qancha? 40 kam bor. 40 million kam bor. Bolasi nima? Bolasi xunajin. Bolani yeliniga bitta ish qo'zoq qo'yasizlar. Roza sut beradigan mol bo'ladi, xudo xolasa. 40 million kam bor. Nechinchi bolasi bu? Sutchi? 10 litr sutga. Holatlari yaxshi, Ola Paruda ishqibozlariga 40 million kami bor deyilyapti. Savdo qilishdimi? 33 million. 33 ga bermadingiz. Qo'shganga berib yuborasiz. Telefoningizni aytib qo'ying. 99 619 2049. Manzil qayerda? Xo'jobodda mol aloqaga chiqaverasizlar. Keyingisini ko'rsatsak, bolasi gibrididan. Semental gibrid. Polvon necha pul aytyapsiz ona bolaga aka? Alaykum assalom. Qancha aytyapsiz? 33 kam bor. 33 million kam bor. Bolasi xunajan. Nechinchi bolasi buni? Ikkinchi bolasi. Sutchi? 5-6 ta. 5-6 litr suti bor. Ikkinchi bolasi xunajancha 33 million kam bor. Yelin holatlari, molimiz bo'ylari 125 plus minusda chiqadi. Bolani bunikini ham rosa sutga qo'yadigan gibrid bo'lgan variantlar. Semental urug'ga Ola Paruda gibrid tushgan. Savdo qilishdimi buni? Necha pul? 27. Bermadi. 27 ga qo'ysa beriladi. Telefon nomerini aytib qo'y. 99 051 051 78 77. Manzil qayer? O'rta Sharxon. Bu olindimi aka? Necha pulga? Bo'g'ozmi? 24 million 400. Keyingi molimiz bolasi xunajina buni aka. Necha pul aytyapsiz ona bolaga? 35 million kam bor. Bolasi xunajin. Zo'rodan holatini ko'rsatib qo'ysak, holatlari xudo xolasa yaxshi. Holatlardan. Nechinchi bolasi ekan bu? Ikkinchi bolasi xunajin. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? O'tirib olib gaplashaygan ekan. Ikkinchi bolasi. Sutchi. Ustiga 6 taga beramiz, ravon. 6 taga sinashga, kindiklari tushmagan hali, yangi tug'ilgan bola. 15 kunlik. Bitta narsa aytaymi? Ha. Shu syomkani yeliniga olib o'zingiz sag'ingda qo'lingiz tegib. Prosta maza qilaygan, ha? Mana jonivor. Sizlar uchun shu joyiga mon qaranglar. Mon qarang. Mon qarang. Mon qaranglar jigarlar. Sog'ib maza qiladigan. Yumshoqligiga gap yo'q. To'ralar yelini butun. 6-7 litr sutga sinashga beraverasiz. Ikkinchi bolasi xunajin. Savdo qilishdimi? Qilishdi. Nech pul? 30 ming. Bermadingiz. Bermadim. Qo'shganga berasiz. Qo'shganga beramiz. U savdo qilganlari ashuna Mo'ydinjon eski mol sigir puli. Anjoli. O'zi Anjoli, ha. Yangi yo'lda yukamiz. Dodan emas. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 97 97 324 324 87 88. 87 88. Manzil qayer? Maza Andijon. Andijonning moli aloqaga chiqaverasizlar. Lekin jigarlar mana shu mol zo'r narx bo'lyapti. 30 million hozirgi savdosi bo'libdi. Mol purishlar savdo qilgan. Molimizning holatiga gap yo'q. Bo'ylari, oyoq qo'llari, uzunliklari zo'r. Polvon Shvedga necha pul aytyapsan? 40 million kami bor.
Aytmasam bolasi xunaja. Nechinchi bola? Ko'rinsiz tish bosganmi? Molimizni suvayligi holatda suvagli narsa 4-bolasi 40 million kami bor. Bolasi xunaja. Holatlarda. Siz qancha suti bor buni? Sizga nima? 8 litr sut. 8 ta 2 mahaliga xudo xolasa. Bolasiga gap yo'q. Bolaning holati qarang. Gibrik tushgan. Aytish bo'yicha. Aha. Men ham 5-4 kun baxtim olib kelib olganman mahallada. 8 litrga hijolat qilmaydi. Hijolat qilmaydi. Savdo qilishdimi buni? Qilishdi. Nech bo'ldi? 34 million. Bermadingiz. Yo'q. Qo'shganga berib yuborasiz. Xudo xolasa beraman. Xohlaylar Shvetiga, xohlaylar Qo'ng'iraga. Ikkalasiga aloqaga chiqarasizlar. Manzil Andijonniki. Qaysi biri yoqsa aloqaga chiqaramiz jigarlar. Ana. 4 ta tuqqan, bunisi 2 ta tuqqan. Bu bolasi xunachi. Nech pul aytyapsizlar bolasi xunachingga? 35 million. Kami bor. Tamam bor. Boylari biri 18 minus minus. Ha, buniki 30 dan chiqadi bularniki, biri 30 dan, buniki biri 18. Bu sut yo'nalishiga boqaman deganlar uchun Shvet. Nechinchi bolasi ekan bu? 3-chi. Qancha suti bor? 15 litrga sinashga berilaveradi. Bilmagan hali aka mana. Hali dimlanmagan, holati zo'r. Sut yo'nalishiga boqaman deganlar uchun xudo xolasa bo'laveradi mana. Savdo qilishyapti buni. Aka 30 million qilishyapti. Bermayapsizlar. Qirg'iziston Paroda 30 million hozirgi savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Qo'shganga berasizlar. Bolasi xunajan. Bolasi xunajan. 15 litr sutga sinashga beraverasizlar. 1500 ga garantiya. Telefon nomeringizni ayting. 91 613 613 97 91. Manzil qayer? Sharxon. Shahrixonni moli. Aloqaga chiqarasizlar, sut yo'nalishiga boqaman deganlar uchun. Bu ona bola nech pul bo'ldi? Yorjonova. Mana shuni bitta videoga olib. Iqbol aka, oldingizmi buni? Sotamiz. Ona bola, bolasi Novvos. Birinchi bolasi bu qacha? Sutchi buni? 6 litrga. Bolasini holatiga gap yo'q. Shvet Paroda ishqibozlariga nech pul aytyapsiz? Obunachilaringiz 34 millionga beramiz. 34 millionga dastavka ham qilib berasiz. Beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 93 702 70 37. 70 37. Andijonda mol aloqaga chiqarasizlar. Bolasi xunajinidan 5-6 litr sutga. Qani? Yoshidan so'raganlar uchun. Hali buzay, endi buzgan. Yuragi yo'q. Endi buzilganda aloqaga chiqarasizlar. Keyingisini ko'rsatsak, ya vodka, qandaysan? Katta bola bo'lyapsanmi? Vodkani kim taniydi? Xo'p, ona bola. Nech pul aytyapsiz aka ona bolaga? 30 kam bor deyapsiz. 30 million kami bor deyapsiz. 25 bo'ling. Bermayapsiz. Bermayapsiz. Bolasi nima? Xunadi. Nechinchi bola? Ikkinchi bolasi xunajin 30 million kami bor. Bozor 25 qilyapti, bermayapsiz. Necha litr sutga? 8 litr sutga sinashib olaveradi. Orqa holatlardan 8 litr sutga 30 million kam bor, 25 million hozirgi savdosi bo'lyapti. Bolasi xunajin, bo'ylari 120 plus minusini hisoblayverasizlar. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? Xudo xolasa shu yerda sotib yuboramiz. Shu yerda ketadi. Bo'l, bozoringiz bersin. Pul yengilrog'idan. Qayerda yana bitta pul yengilrog'i birinchi bolasi. Bolasi ayiqcha. Bolasi nima buni? Bunaqa. Nech pul aytyapsiz ona bolaga? Birinchi bolasi. Sutini sinadinglarmi? Yo'q. Suti aniq emas. Bolasi ham yuribdi, nimaiki bolani holatiga gap yo'q, biqqada bo'layotgandan. 25 million kami bor, birinchi bolasi xunajin. Suti aniq emas. Orqa holatlardan ko'rsatsak, yana holatlari ham yaxshi. Sut beradi, xudo xolasa. Buni savdo qilishdimi? Buni beramiz. Bermayapsiz. Kichikcha qo'shsa berib yuborasiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Bu yerda har doim sotib yuboramiz. Shu yerda naq har doim xudo xolasa bo'ldi gapi. Shu yerda har doim naq. Arzon mollarni har doim joyida turadi jigarlar. Ha. Bolasi nima ekan buni? Bormi ekan? Tasavvurlasin, bolasi Novvos uylantirishga tayyor. Tayyor. Qornida bormi? Yo'q. Qo'yilmagan. Qo'yilmagan. Nech pul aytyapsiz ona bolaga? 37 million kam bor deyapti. 37 million kami bor. Nechinchi bolasi? 4-chi. Sutchi. 12 ta ekan.
12 litr sutga 37 million kam bor. Bolasi novvoz, holati yaxshi, bo'ylari ham 120 plus minusda, lekin bolaning holatiga gap yo'q. Bolasi buqa bo'lsin, zo'r bo'lsin degan jigarlarim uchun 12 litr sutga. Savdo qilishdim buni. Nech pul? 35 million qilyapti. Bermayapsiz. Qo'shsa berib yuborasiz. Telefoningizni ayting. Telefon nomer qo'yib sotib yuboramiz aka. Shu yerda ketadi, xudo xolasa, bozoringizni bersin. Ketdik endi, keyingi molimizni ko'rsatsak. Ona bola, bolasi Punajan. Olmay qo'yaveraymi? Bo'ldi gap yo'q. Ketdik. Hech kim savdo qilyapsizlar. Sotyapsizlarmi buni? 26 million qildi akajon. Yo'q, qo'shgan yo'q. Ikkinchi bolaga 7 litr sutga. Hozir shuni savdo qilishyapti. Hozirgani bilmayman nima deyotganini. 26 million savdosi bo'ldi, bermayapsiz. 6 million. Ikkinchi bolaga, lekin mana shu molimiz arzon bo'lyapti. Yana 6 kurak. Ikkinchi bolasi Punajan 26 million savdosi bo'layotgan, bo'ylari 125 plus minusini hisoblayverasizlar. Bu necha litr sutga beramiz? 6 litr yo'lolsa 6 litrga sinashib olaveradi. bemalol aka. Telefon nomeringizni aytasiz. 91lik 608 608 78 76. 78 76 Andijonda moli. Aloqaga chiqarasizlar. Bolasi Punajanidan so'raganlar uchun 26 million hozirgi savdosi bo'layotgan variantlardan. Ketdik endi. Ola Paruda so'raganlar uchun Ola Paruda bolasi katta bo'lib qolgan novvoz. Olmaylar. Ona bolaga nech pul aytyapsiz? 50 million. Kami bor. Bolasi novvoz nechinchisi bu? 4-5-4-chi. Qornidachi? Qornida yo'q. Qistir chiqsa 50 million kam bor, bolasi novvoz. Bolaning holatiga ham gap yo'q. Zo'rodan ko'rsatsak, bu necha litr sutga beramiz? 10 litrga sinashib olaveradi. Savdo qilishdimi? Qancha? 43 million. Bermadingiz. 43 ga qo'shsa berasiz. Bolani o'zini-chi? Sotamiz. Yo'q, so'radim bolani o'zini. Nechga so'rashdi? 18 19. 18-19. Jupiga 43 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94 420 0027. Manzil qayer? Asakani moli Ola Paruda ishqibozlariga, Ola Parudalardan aloqaga chiqarasizlar o'zaro holati. Bu Qirg'iziston Parudaga nech pul aytyapsiz? 5 million. Kami bor. Qulog'iga UZB yopishtirilgan ekan, o'zi Qirg'iziston Paruda. 8 oylik bo'g'oz, 25 million kami bor. Holatlari yaxshi e'tiborlar. Bu nechinchisiga? 3-chisiga savdo qilishdimi buni? 23,5 qilyapti. Bermayapsizlar. Qo'shganga beriladi. 8 oylik bo'g'oz, 3-chisiga 25 million kami bor. Telefon nomerini aytib bersin. 91 91 483 483 61 94. 61 94 Andijon moli. Aloqaga chiqarasizlar. Puli yengilidan so'raganlar uchun. Bozorda eng arzon moli. Buni shaqiga baylash kerak edi. Mana chiroyli bo'lardi. Nechinchini tug'adi? Oq qog'ozi kelib bo'lgan. Quymuchlashib qolgan, yaqin bo'g'oz. Bo'ylari shu 118 plus minusda chiqadi. Bu nech pul aytyapsizlar? 25 kami bor. Savdo qilishdimi? Savdo qilishdimi? Savdo qilgan yo'q. Ikkinchisini yo uchinchisini tug'adi. Holatlari yaxshi, 25 kami bor deyapti. Cho'ntagingizdagi bor pulga so'raverasizlar, jigarlar. Bo'ylari 118 plus minus. Oq yelim, oq tumshuq. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 94 94 868 868 78 80. 78 80. Marhamatli moli. Aloqaga chiqarasizlar. Ketdik ham. Shvetidan so'raganlar uchun Qirg'iziston Paruda. Qirg'iziston Paruga rossiyskiy dirka taqib qo'yibsiz. Ana taqib aytishyapti. Nech pul aytyapsiz bunga? Bunga 30 million deyapmiz. Kami bor deyapsiz. Kami bor. Necha oylik? 8 oylik. Nechinchisiga? Ikkinchisi. 30 million kami bor. 8 oylik bo'g'oz ikkinchisiga. Holatlari yaxshi. Bo'ylari 125 plus minusini hisoblayverasizlar. Chandilliklar. O savdo qilishdimi? 25 million. 25 millionga bermayapsiz. 30 millionga o't berasiz.
Yaqin. 8 oylikka olishaveradi. Oylikka olishadi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94 94 430 430 0004. 0004. Qaytiqda moli iz bosgan aloqaga chiqaverasizlar. Bu qop qorasidan so'ragan. Bu qop qoraga necha pul aytyapsiz aka? 24 kami bor deyapsiz. Necha oylik? 4 oylik. Nechinchisiga? 4 oylik 3-chisiga 24 million kami bor. Zoradan ko'rsasak, bo'ylari shu 1.20 plus minusini hisoblayverasizlar. O'z suti yo'q-a? Ozmoz suti bor, xamirga chiqadi. Savdo qilishdimi? Bermadingiz. Qo'shsa berib yuborasiz. Kelishib qolsa dastlabki ham qilib beraverasiz. Telefoningizni aytib qo'ying. 93 250 1710. Manzil qayer? Shahrixonda moli aloqaga chiqaverasizlar.